Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan Goash Nurik. Bugungi video roligimizda o'rtoqlar, UZB nomeridan PPga 5 levelli akkauntimizga Shellbell'ni ochamiz. Hozir shu UC'imizni, qancha UC'ga ochishimizni birgalikda ko'ramiz. Xo'p, materiallarimiz qaranglar 103 ta bo'lib ketibdi-ya, ko'rsataymisan. Ya'ni 2400 berdi, yaxshi. 20.000 UC'ga yangi kelgan Shellbell'ni birgalikda open case qilamiz. Videoni boshlashdan oldin обязательно bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishingiz tan chiqmasin. Xudo xohlasa jigarlarim, sizlar PP'dan podдержканы maksimal yorib tursanglar, biz ham donatlarni to'xtatmaymiz. Battledan PK 10 gacha harakat qilamiz. Agarda maksimal PP tashlab podдержка qiladigan bo'lsanglar, kommentariyaga bitidan fikringizni yozib qoldiringlar jigarlarim. Xo'p, ko'pchiligingizdan PP sotib olamiz. Buni video davomida aytaman o'rtoqlar. Xullas, yangi ultimate'ni ham oldik UZB nomeridan PPga. Bundan keyingi video rolikda qo'yamiz uni, xudo xohlasa. Kelinglar, ko'p gapirib o'tirmasdan open case boshlaymiz. Xo'sh, ko'ramiz. Propust qilaylik. Propustni ochaylik. Shapkasini oldik. Yaxshi. Har bitta progrotimiz 350 UC dan ekan. Emotsiyani olindi. Bundan tashqari o'rtoqlar, kimga 30 sekundda tushadigan UC servis kerak bo'lsa, Nurik UC ga aloqa chiqsanglar, любой UC lar 30 sekundda tushadi. ID bilan deysizlarmi, qizil kristal deysizlarmi, keysmi, prime plusmi farqi yo'q. Xullas PUBG Mobile ga oid nima bo'lsa 30 sekundda olib beramiz. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xohlasa, mana shunaqa open case'lar ham davomiy bo'ladi. Sizlar, ya'ni bizlarga open case bo'lishimizga homiylik qilayotgan bo'lasizlar. Yaxshi, men bu JSTB'si 20 tanaqa bo'lar ekan. Furashkani lekin beraverar ekan. Furashkani ham bir aylantirib berganda monetaga zo'r bo'lardi. Yaxshi. Bizda общий 8 ta moneta bo'libdi. Menimcha mifiklarni bermasa kerak o'rtoqlar. Hammasini monetaga sottirib oladi bu. Ko'rasizlar. 5000 6000 UC sarflasa bitta bersa kerak menimcha. Furashkani qaranglar, faqat furashka beryapti. Xullas shunaqa gaplar o'rtoqlar, UC lar kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqsanglar bo'ladi. Hamma narsalar bor. Bundan tashqari PP savdoni ham yo'lga qo'yamiz, inshaalloh. Popularность battle boshlansa, sizlarga agar PP lar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi silka orqali o'tib, Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. PP sotmoqchi bo'lganlar ham, PP olmoqchi bo'lganlar ham Telegram kanalida lichkasini qo'yib qo'yaman. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, o'shda bizga aloqa chiqasizlar. Uchta bermayapti, kelinglar o'rtoqlar taktikalar bilan ochaylik. 1 2 3 Honor ham Honor deyishimni. Undan oldingi ultimate ham UZB nomeridan PPga 30.000 UC ga zo'r open case bo'lgan. Xudo xohlasa, bundan keyin ko'rasizlar. O'shaning uchun ham obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Jigarlarim, PPlarni ham tashlashni darsh davom etinglar. Sizlar mana PPlarni bangallab tutashinglar, men maza qilib donatlarni qilib, ana kolleksiya levelini ko'tarib sizlarga kontent qilib beray o'rtoqlar. 5 level akkaunt, любой kishi ko'rsam, voy bela deydi. Uje mana kolleksiya level ham 58 bo'ldi. Xudo xohlasa mana 1000 ta monetamiz bo'ldi. Voy, yaxshi, men bu qaraylik, 20 tadan 40 ta moneta oldik. Xo'sh, davay endi bitta mifik ham berib o'ra qol. 5 level akkauntimizga 12000 UC qolibdi. 2 ta mifik bersam, hatto biza full qila olar ekanmiz, jigarlarim. 2 ta mifik ola olsak. Lekin bu jimot katta ehtimol bilan bermaydi-yo. Qaranglar buni. Ammo qaranglar bermasligini. Voy, furashka nechta bo'ladi? 40 ta, 60 ta berdi, yaxshi. Mana mana shunaqa berib tursa bo'lar ekan-ku. Voy, sumka nechta? 40 ta. Yaxshi. Endi o'zingga kelyapsizlar. Endi o'zingizga kelyapsizlar. Voy, mashina berdi. Furashka Thompsonlar qoldi hozir. Qani nimalar qolibdi? Thompson qolibdi. Bo'ldi, bu yoqdan hamma narsani berib o'tdi. Mifiklar va Thompson qoldi o'rtoqlar. Bu yog'ini 5 propust qochamiz. Babichka. To'xtancha ashitdi. Faqat moneta berar ekan o'zi ham. Faqat moneta. Eng qiziq bu moneta ham bittalikda.
Oy, uvaz bitdi, yaxshi. 70 ta bo'ldi. Qani. Bitta mifik berib yuborib qol, ey, PUBG. Kelinglar bilan 10 yuzlik ochaychi. Nimadir berar. Qiynavyordi-yu bu. Voy bilan motor bitdi. Xo'sh. Bundan ham bitta case. Mana 10 yuzlik aylantirib qo'yaylik. Cerebro. Bolli shall bilan dalish. O joningdan mana tushdi. Yaxshi, eng sevimlisi tushdi. Mana ikkita tushib olsa, yeb to'ymagan, yalapan to'ymaydi. Bular bittasini berdi, shukr qilib, bular mo'rik. Hatto berib o'rish ham mumkin. Propus qilmayman. Qani ko'ramiz, o'rtoqlar qaranglar, 5 propus yaxshi berib yubordi. Jiqt-ku birinchisida. Yaxshi. Arzimaydi, lekin 12100 ga 15 kolleksiya level ko'tarilishi. Qaranglar bolalar. Adolatdan emas bu. Muxbillar, turish qaranglar, qachoni. Ana qilmayman, propus qilmayman o'rtoqlar. Jigarlarim, Uzabe nomeringizni PPga bilinglar, qancha ko'p bizdan yuzini xarid qilib tursanglar, xudo xohlasa faqatgina open case'lar ko'payadi. Chunki bizdan oldinda Honor'lar kutib turibdi, Porsche'lar kutib turibdi. O'shaning uchun sizlar ham bu tomonlama podдержкада bo'lib tursanglar, inshaalloh tezroq Honor'larni ochamiz Uzabega. Bundan keyingi videorolik inshaalloh Uzabe nomeringizni PPga, yo ani Ultimate chiqqandan keyingi videorolik Honor bo'ladi yoki-da Porsche bo'ladi. Siz qo'llab-quvvatlab tursanglar. Maksimal podдержкада bo'lib tursanglar inshaalloh. Yaxshi jigar, yaxshi. Xo'p, bizga oltib qolar ekan. Oltib qoldi. Full qildik. Jigarlarim 20100 ga. Uzabe nomeringizni PP. Thompsonni ham olib qo'yay, birovlar full set bo'lsa. Mana. Xo'p, akkauntda 7100 qopti, xudo xohlasa buni RP ga olib qo'yamiz o'rtoqlar. Xullas, sizlar bilan Guash Nurik bo'ldi. Uzabe nomeringizni PPga jigarlarim, RP deyishim. Battle boshlanishi bilan jigarlarim maksimal PPlardan bir 5-10 ga PPlardan bir yorib olinglar jigarlarim. PK10 ga harakat qilamiz inshaalloh. Streamlar ham qilib turamiz. Tekinga titul olinglar, stream qilib nima deysizlar? Fikringizni kommentariyada yozib ketinglar. Xullas, jigarga buni qaysi birini kiygizib qo'ysam bo'ladi? Buniki qo'yib, bitta Thompsonni qo'yib qo'yaylik, qanaqa turar ekan? Thompson. Bitta dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasa, xudo xohlasa shunaqa open case'larimiz bundan buyog'iga ko'payadi jigarlarim. Hammangizga kattakon rahmat. Sizlar bilan Guash Nurik bo'ldi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.